22-iyun xotira va qadrlash kunida Rossiyada Rossiya qurolli kuchlar cherkovi ochildi. U yerdagi g'alaba marshallari qatoridan joy olgan Konstantinovich Zhukov ko'kragida bir orden bor. U san'at asari emas, aksincha orden haqiqiy. Bu orden Tuva Respublikasiga tegishli. Marshal haqiqiy g'alabani his qilgan yagona orden ham xuddi shu bo'ladi. Unda g'arbga oshiqadigan otliq tushirilgan. Pastida esa lotin tilida Respublikdan ordeni yozilgan. Orden Tuva Respublikasining eng oliy mukofoti hisoblanadi. Mamlakat rasmiy tarixi 1921-yildan qayd etilgan bo'lsa-da, juda boy tarixga ega. Shu bilan birga ulug'vor harbiy an'ana va jasorat mujassam. Stalinni Germaniyaga qarshi turishida ishonchli va ko'pchilik tanimagan ittifoqdoshi. Urushda Sovet ittifoqiga birinchi yordam qo'lini Buyuk Britaniya va AQSh cho'zgani barchamizga ma'lum. Tuva Germaniyaga 1941-yilning 22-iyunida urush e'lon qildi. Bu Cherchillni Germaniyaga qarshi SSR radiolaridan urush e'lon qilishidan 11 soat oldin edi. Tuvada darhol mobilizatsiya boshlandi. Mamlakat butun armiyasini frontga jo'natishga tayyorligini ma'lum qildi. 38 ming suxandonlar Stalinga maktub yozishib, unda biz birgamiz va bu bizning urushimiz deb yozishdi. Gitlerga ularga qarshi yana qanaqadir Tuva jangga kirganini aytishganida u kulib yubordi va uni xaritadan topishga ham urinmadi, lekin bekor qilgandi. Germaniya bilan jangga kirish vaqtida Tuva armiyasining yetakchi tarkibda atigi 489 ta askari bor edi va ular oxirgi askargacha nemis bosqinchilarini so'yishga otlandilar. Bundan tashqari, Sovet ittifoqining Qizildagi missiyasida ularni tezda frontga yuborish haqidagi ariza, yo'q, to'g'rirog'i talablar kela boshladi. 1941-yilning qishida frontga birinchilardan bo'lib Tuvada yashaydigan Sovet fuqarolari jo'natildi. Ular juda mohir edilar. O'zlarini minomyotli guruhi bilan tez o'q uzish, minutiga 19 ta o'q va merganligi Leningrad mudofaasida harbiy texnik muhandislarini lol qoldirdi. Joydori tuvaliklarga esa SSR tomonidan jangga kirishga 1943-yilga kelib ruxsat berildi. 1943-yilning mayida birinchi bo'lib 25-tankli polk yo'lga chiqdi. Polk Ukraina, Moldaviya, Ruminiya, Vengriya va Chexoslovakiya hududlarida jang qildi. 1-sentyabrda esa kavaleriyaga ruxsat berildi. 1943-yilning 15-oktyabrida Sinigiryovka qishlog'ida Tuva kavaleriyasi qasamyod qilib, Morozov boshchiligidagi diviziyaga qo'shildi. Korpusning boshqa qismlari bilan 1943-yilning dekabridan 1944-yilning martigacha Tuva eskadroni otli razvedka guruhida Tuman va Arman o'rmonidan Chertorayskiy bo'tlog'idan Karpatgacha bo'lgan hududlarda jang olib borgan. Hozirda Tuva bo'linmasini spetsnaz deyish to'g'ri bo'lardi, chunki ular frontni eng xavfli joylarida edilar. Eskadron Ukrainani 80 ta aholi punktlarini ozod qilishda ishtirok etdi. Biz kim bizni ozod qilganini tushunmasdik. Qisiq ko'zli askarlar kim bo'lsa deb aytib beradi urushni yashab o'tgan va otliq tuvinlar jasurligiga tan bergan Yaroslav. Tuvinlar 1944-yilning 31-yanvarida mayda otlarda qo'lida qilichlar bilan qishloqni nemislardan ozod qildi. Qonli janglardan keyin nemislar tuvinlarni Der Schwarze Tod, ya'ni qora ajal deb atay boshladi. Asirga olingan nemis ofitseri Gans Remke aytadi. Unga sodiq askarlarga tuvinlar Atilla qo'shinidek yopirildi. Ular bilan birinchi to'qnashuvdayoq askarlarimning ruhi sindi. Ular nemislarni maxsus pichoqdan o'tkazardi yoki mayda belkurraklar bilan urib o'ldirardi. Soat sayin nemis askarlar o'zini harbiy qobiliyatlarini yo'qotib borardilar. Qizil armiyaning generali Sergey Bryulov o'z memuarida shunday deydi: Tuvinlar o'zini harbiy tushunchasi bilan dushmanni asir olmay qilichdan o'tkazardi. Aynan nemislarni qo'rqitadigan joyi ham shu. Stalinning o'zi ham ularni jangovar ishlariga aralasha olmasdi. Nima bo'lganda ham ular biz tomonda, urushda esa har qanday usul qo'l keladi deb aytardi u. Birinchi Tuvin ko'ngillilar o'zini milliy ko'rinishini namoyish qilishdi. Ular milliy libosda tumor toqqan edilar.
Urushda Qizil armiya tarkibida hammasi bo'lib 8000 askar ishtirok etdi. Ulardan 20tasi Shuhrat ordeni bilan, 5000 tasi Sovet va Tuvin ordenlari bilan taqdirlandi. Ikkita Tuvin esa Sovet qahramoni unvonini oldi. Bu insonlar Xomush Ko'churguy O'ol va Tulush Kechil O'ol edilar.